Tarun, tarun, taru, 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 tarun, dararum. Tushunmadim shu deb o'tinoq qolsan. Qara chiqara. Nima bo'ldi ayt. Xullas bizlar qishloqqa lavali sunami kelayotgan ekan. Lavali sunami qayerdan eshitding? Shu YouTube'dan, internetdan. Ishonaverasizmi endi har qanaqa ma'lumotga ham. Ishonarman. O'zing bilasan ko'rish bor ekan. Suv nimaga kerak? Oxir aytavor lavali toshqin deb. Voy, endi apa buvingni suv qo'yib ketgani qaranglar valla endi. Endi bir pulni yo'qotishim kerak, lekin qanday? O'zi qolib qoldimi? Mana qurib qoldi valla. Xo'p, hammaga assalomu alaykum. O'sha Felix bolla o'zinglar eshitdinglar, o'zi kelib turib jital lavali sunami otdi deb panika qilyapti. Lekin bolla internetdagi har narsaga ham ishonib bo'lmaydi. Bu yolg'on xabar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Qani, da lekin hamma yoqda shu lavali sunami. Da valla baribir u yolg'on ma'lumot bola, ishonmanglar вообще. Albatta video boshlash oldin kanalga obuna qo'yinglar bola. Chunki biza tezroq 1000 ta obunachi to'plashimiz kerak. 100% bola, 100%. Onasini hamsan. Xo'p, bola, sizlar ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa mana bu yerda bor. Bu nima desanglar bola? Deydi bola. Короче, bu nima desam bo'ladi? Eshik bola. Qayerdan topding desanglar, yotgan ekan bola ko'chada. O'shani olib oldim. Shi chotki ajal, ishoninglar bola. Da bola, shunaqa gaplar. Lekin menga yoqdi. O'ylaymanki, agar sotsak, ancha normalniy narx ketadi. Albatta bola, tezroq kanalga obuna qo'yinglar, chunki qancha ko'p obunachi tezroq to'plasak, 5000 tami, 10000 tam obunachi tezroq to'plasak bola, balki 3000 tadir. Yuzimni ko'rsataman. Da bola. O'shaning uchun hozir obuna qo'yinglar bolalar. Kanalga obuna olib tashlaylar. O'shandan keyin Felix yuzini ko'rib olasizlar. Da bola, lekin sotish kerak endi bankka borib. Lekin vaqtim bo'lmayapti. Juda ham ajoyib bola. Hozir esa agar tegishli qiladigan bo'lsak, xo'p, o'sib ketgan. Stop, men kompyuterni yo'qoldim o'zim bilan. Kompyuter menga nima kerak? Qo'ydim joyiga. Stop. Nimaga menga ikkita kompyuter paydo bo'lib qoldi? Ikkinchi xatdan keldi. Menga farqi yo'q valla, ikkita bo'lsa yaxshi to'g'rimi? Da 100% kimga endi bo'ldi meni короче. Hop, yo'q, qo'yamiz, men qo'yamiz valla. Men qo'yamiz. Xatda qolib ketdi valla. Endi esa qishloq narigi tarafida. Okay. Let's go. Let's go. Come on baby. Yaxshi, bu tarafga qaramaganimga ancha bo'lib ketgandi, ya'ni 5-6-chi bo'lib ketgandi. Endi sekin qaramamiz bolalar. Qochay jital apapingni so'koraman hozir. Qora qol. 35 ta sabz bola. Menimcha bugun normalniy qoldi. Da bola, lekin havo menga yo'qotdi. Yoz kelishiga qaramasdan ancha havo normalniy. Menimcha 18 yoki 15 ida ham sovuq, ham issiq. Menga tako yo'qotdi lekin. Davay bola, tepada yotamiz bugun. Ya'ni juda ham charchaganman bola, obedda uxlayim ketyapti. Ozgina boshib qo'yib yotamiz, davay. Da bola, sekin tepaga chiqadigan bo'lsak, tako juda ham zo'r atmosfera. Qaranglar bola, shavada ham bor. Mazza qilarkan bola, короче, bugun quyosh uncha tushmayapti. Вообще ideal joy, короче. Bola, hammaga xayr bo'lmasa, xayr emas-u, uxlab turgandek ko'rishamiz, короче. Bismillah bola. Nima bo'lyapti? Xuddi o'zimni pechkada pishirgandek his qilyapman. Salom jitirqal. Nima? Yo'q, nimaga hamma yo'lab bo'lib ketdi? Qishloq o'tini olib o'tdi. Toshpasam. Nima turmaysan? Shunchalik yo'qotish qiyin sani. Bilmadim, uncha uxlagan. Qani yo'qot? O'zbekda вообще nima bo'lyapti? Men machib ketib qoldim. Nima bo'lib ketyapti o'zbekda вообще? Tashmakilab qolman. Короче, orasini uxlab qo'ygandan keyin yarim soatlardan keyin lavali sunami boshlandi. Keyinchi men tepaga chiqib qoldim. Qarasam, tomda yotgan ekansan. Keyin pishib qolmagan deb seni ko'tarib olib chiqdim. Yo'g'onganing yaramas. Bilmadim, lekin Abdusha rahmat senga jital. Qani shuncha qo'ygan qishloqlar qani? Qochib ketishdi. Nega biz tepaga chiqib qolganmiz? Uyoqlarga emas.
Bilmadim. Nimaga? Mayli bolalar. Necha mana qilganga ham rahmat, lekin o'ta endi qanday chiqamiz? Hamma yo tosh bo'lsa, nima qilamiz endi? Faqatdan bilib o'zbasini kutib turadi, nima qilishimiz mumkinligini. O'ylash kerak, lekin boyagi ertalabdagi eshittirli gapiga ishonsam bo'larkan, ana endi lava yog'yapti вообще bolalar. Ну, albatta kanalga obuna bo'lib qo'yamiz a. Ну, Qaro, kimdir o'laman desa, sen kanalga obuna bo'layapsanmi? bilmadim. O'zsana biron bir narsa bormi? Suv bu degan nima? Suv yo'q, lekin blok bor. Qanaqa blok? Oddiy shu yog'och. Ber emas onasini ham ber, tezroq ber. Ana qiraychi nimaga bir stak emas? Boya yasalab ishlatib qo'yadim. Xo'p, loy, lekin bu yerdan chiqib olish uchun aniq 47 ta yetmasa kerak. Sen nima deysan? Bilmasam, Men lavan o'rtasiga borganda bloksiz qolib keting kelmayapti. Xo'p, qanday qilib yetib olsak bo'lardi? Bizda blok, boshqa blok yo'q-a? yo'q, bor shu. Xo'p, 47 ta blok bor yo'g'i. Men o'ylash kerak bo'ldi, albatta biron bir chorasini sizlar kommentariyga yozib qoldiringlar. Stop. Stop, bolalar, axir hammamiz tosh, to'g'rimi? Biz shundoq kilka yasasakchi bolalar. Aha. Shotki. Nima qilmoqchisan? Men короче bitta narsa qilaman, ukam qarab tursan. Sen просто kuzatib tomosha qil. Okay, va apabvini shuncha yasaganim, shuncha vaqtim ketgani tamom bo'ldi. Necho? Okay bo'ldi. Nega desam, bekor yog'och ketqazding? Bekor emas ekan, mana olib turamiz-da, bizada blok paydo bo'ladi. He. No, bu ham bir tomondan qo'shimcha blok, to'g'rimi? Da 100% umid qilamanki blok tushib ketib qoldi bittasi, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Ana endi bizdan to'sib turadigan narsalar yo'q, tushib ketish ehtimolimiz bor. Okay. Yaxshilab. Okay. Ketdi ya, shuna blok. Yaxshiyamki bolalar, butun o'sha qishloq yog'ochdan emas. Agar yog'ochdan bo'lganda, aniq biz ham hozir tovuqqa aylangan bo'lardik. No-da. No, yo'mayo. Hozir qoldi bolalar. Nega aynan bizning qishloq aynan to'r bir şey bo'lib? Bilmasam. Mana shuga cho'pyapman. Endi Minecraft fizikali o'yin-ku. Da fizika juda ham a'lo ishlangan. Da sekin astalik bilan bolalar ketdi yana bitta blok. Ko'zing ko'rmasa mehrim bilan olay. Ko'zingni qisib tursan. Sen osonmi-da buzisham, tushib ketadiman. Har bitta buzganimda. Apabvingni endi tushib ketadi. Yana tushib ketadi. Hop, iloji boricha ko'proq olishimiz kerak 12 ta. Yo'mayo, bolalar, sen ko'ryapsan tezligi. Bolalar. Короче, bizda uncha blok ko'p qolmadi. 12 ta ham chetib qolsa kerak-a. Bilmadim, biroq tasdiq qilish kerak, короче. Keyin 38 ta yetishi ham mumkin. U yoq yetmaguncha, lekin bu lava. Agar yog'och lavan tagida tursa, aniq, ya'ni lavan tepasida tursa, aniq yonib ketib qoladi. Shunisi ham bor, jitil. Albatta, ukam. Axir Minecraft-ku. Da 100%. Okay, bo'lmasa yana mana bitta oladigan bo'lsak, okay. Voy, pasmi ham qazimay. Hop, xotiringizda ham bir aytishga men samanaman. Umid qilamanki, biz yashab ketamiz, uylanamiz, har to'g'rimi? Da 100% har bola chaqali bo'lamiz. Da. Yo'may sekin. O'ynani issiqligini qaranglar bolalar. O'yna вообще issiq ekan. Yog'och bu yoqqa ber, mana olamiz. Bag'ashi motorim yarqa bolalar. Okay, menimcha hammasi normalniy. Yetib qolsa kerak endi. Bilmasam nega qo'rqaman, men allergiya bor. Qanaqa allergiyani? Astag'firullah, allergiya bor. Короче, men tez boshim og'riydi issiq narsaga. Hozir hamma yog'i issiq, qanday og'rimayapti? Shog'ir hozir boshim portlab ketadi otda. Bo'lmasa qanday qilsan toshdan yurib o'tasan u yoqqacha? Shunga hayronman-da men ham. Sana tashlab ketib bo'lmaydi. O'ylamam ko'rchi buni. Xo'p, bo'lmasa, davay men chiqib olaman, keyin yordam chaqiraman, u bu qilib, keyin seni qutqarib olamiz. Faqat tezroq kel, hoppa. Okay, bo'lmasa, bir o'zim ketaman. Qattan sen unaqa issiq narsaga boshing og'riydi, yo'mayo bolalar.
umid qilamanki, menda ham unaqa kasal yo'q. Va mana oxiriga oladigan bo'lsak bo'ldi. Короче, menga omad tila, men ketdim. Da. Menga omad tila, jetal. Qaytib kelaman, xotirjam qilma. Qaytib kelaman. Jam bo'lmasa qaytib kelayman. Okey, bolalar. Aha. Nu, lekin ekran bittam yetadi, yog'oncha bolalar. O, mana bizani. Lekin yonmayapti, bal yonadi o'ylabman. Nu, bolalar begor tosh qazibman. Mana tayyor. Ayo, bola yana sekin yonish boshlayapti. Jital yurmay, yozon ketasan. O'z yurmoqchi emasdi, bechora jital. Sekin bolalar. Sekin suv bor ekan. Yo-mayo bolalar qaranglar ey. Shuncha lavay sekin. Aniq endi. Bechora uyim bolalar ketdi-ya. Xo'p, tezroq bo'l, yordam chaqirish kerak endi. Короче, hammaga xayr. Sizlar o'sha Felix bo'ldim va keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Shundoq qishloq ketdi-ya bolalar. Yosh ketdi-ya, shundoq qishloq. Da bolalar yomon. O'ldim. Help me! Water! O'lmadim, bola hazillashdim. Nu da, o'ylaganimdek yo'q, jon ketotdi. Jitil bor tashib ketib qolaymi? He. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar o'sha Felix bo'ldim va hammaga xayr.